Çağırsaydın gelmez miydim ya? Senin için ölmez miydim ya? Dünyanı ters etmez miydim ya? Aramam, 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 aramam. Aramam, sormam bir daha, yalvarsam bile Allah'a. Çıkmazsa gecem sabaha aramam. Peşinden geldim kaç kere, dünyamı yıktım bin kere, kırıldım sana bin kere. Aramam. Seviyorsun, ben de seni ya. Ya Çok özledim ben de seni ya. Aramadın sen de beni yar yar. Aramam, 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 aramam. aramam, sormam bir daha, yalvarsam bir Allah'a, kırıldım sana bir zara. Aramam. Peşinden geldim kaç kere, dünyamı yıktım bin kere, kırıldım sana bir kere. Aramam, can yar. Ay, aramam, aramam. Bravo. Aferin. Bravo, Aferin. bravo, bravo. Men orqada turib eshitdim, lekin sal jang bo'lganday tuyuldi menga bu safar. Sizlarga rahmat umumiy kayfiyat uchun. Keling, birinchi bo'lib Anvar Jo'rayev sizdan eshitamiz, marhamat. Men juda ham maza qildim. So'z ojiz, gap ojiz. Birinchi qizimiz boshlaganlarida bu явный zo'r, bu yigitimiz sal slabroq desam, yigitimiz ham keyin bitta urdilar. Taqavvur. Вообще dedim, bu zo'r, cho'tki duet ekan dedim. Maza qildim. Urush bo'lmadi endi. Kechirasiz Mirsh aka? Yo'q, urush bo'ldi dedingiz-ku hozir o'zingiz. Ha, endi boshida bir anaqa bo'ldi. Bitta urdilar, ovoz bilan urdilar Lekin dedi. yigit- Unaqa O'sha- urdi demadi. Yo'q, o'sha ovoz bilan urgani hisob. Lekin yigitimiz meni вообще hayratga keltirdilar. Zo'r. Rahmat sizga. Maza qildim, maza qildim. Katta rahmat sizga Anvar Jo'rayev, olqishlab qo'yamiz. Davom etamiz. Demak, Shohruxxon, marhamat, siz fikringiz. Har ikki ijrochiga tashakkur bildiramiz va ustozimizga men sabr tilayman. Chunki bunaqangi ovozlarni orasidan tanlash juda ham qiyin. Shunga hozir men faqat sabr tilayman. Sabr va ozgina qattiqqo'llik, ha? To'g'ri, bu ham kerak. U ham kerak bo'ladi hozir. Olqishlab qo'yamiz Rahmat, Shohruxxon. rahmat. Farruh Karimov, marhamat, siz fikringiz. Xo'p, eshitib, mazza qilib, endi doimo bitta fikr kelyaptiki, Nasibaxon qo'l urgan umuman nima bo'lmasin, mana shunaqangi darajada bo'ladi. Ofarin. Rahmat. Ofarin. Endi shunaqangi ustalik bilan shu asar ustida ishlangan, mana natijasi, ha? Natijasi.
Men o'ylaymanki, turk buyuk san'atkorlari mana bu holatga havos kelishi mumkin. Endi baribir tanlash kerak. Kimnidir tanlash kerak baribir. Shuni kimnidir tanlash kerak. Mana hozir shunchalik krasin quyib gijilatyapsiz, bu zarbalar bir boshqacha bo'lyapti-da. To'g'rilaymiz buni aka. Krasinni quyibroq quying bo'lmasam, krasin. Katta rahmat sizga Farruh Karimovich. Endi Nasibaxonga ming tashakkurlar. Rahmat. Rahmat. Katta rahmat. Farruh Karimovich olqishlab qo'yamiz. Va jamoa ustozi Nasiba Abdullayeva. O'tgan yildan beri taklif qilishadi bu loyihaga meni va har doim yo'q deb turib, bu yil nima bo'ldi-yu? Rozilik berdingiz. Rozilik berdim, faqat bitta narsani bilmay rozilik bergan ekanman. Ikkinchi bosqichda guruhingga olgan ijrochilarni yarmi chiqib ketadi va ularni sen chiqarib yuborasan deyishganida, ko'p deganimga pushaymon bo'ldim. Hozir ko'zimga yosh kelyapti. Men bularni sevdim, o'zimni bolalarimdek, o'zimni farzandlarimdek. Birortasi bilan xayrlashkim yo'q. Lekin repetitsiyalarda nima deganman sizlarga, agar eslaringizda bo'lsa, loyihani natijasidan qat'iy nazar biz bundan keyin birga bo'lamiz. Birga o'zimizni loyihalarimizni qilamiz, qo'shiqlar yozamiz va har doim men kerak bo'lgan joyda yoningizdaman deb aytdim. Agar loyihani qonun qoidalari shuni talab qilmaganida shu 12 tadan bittasini ham chiqarmagan bo'lar edim. Shuning uchun ham shunaqa talab qo'yganmiz. Janjal bo'lmayapti deyapsiz, lekin zarbani qattig'i menga tegyapti hozir. Ishoninglar, juda ham yuragim og'riyapti hozir. Lekin majburman. Navruzbek bolam, siz bilan xayrlashamiz. Demak, Navruzbek, o'zingizni qo'lga oling. Sizga hech bo'lmaganda ochiqchasiga aytishdi. Shunchaki ayollarga yo'l beraylik deyishmadi. Erkak bo'lganingiz uchun deyishmadi. Ochig'ini aytishdi. Siz shuni tark etishingiz kerak deb. Sizni esa tabriklaymiz. Siz ovozda ishtirokingizni davom etasiz. Olqishlab qo'yamiz. Va navbatdagi bosqichda omad tilab qolamiz. Marhamat. Ana endi qarang, bizda vaziyat qanaqa? Ustozlarimizga ham eslatib o'tamiz. Siz qutqarib qolish imkoniyatiga egasiz Navruzbekni. Hozir esa so'z navbatini ishtirokchimizga beramiz. Marhamat. Barchaga rahmat. Bu loyihada qatnashganimdan xursandman. Shu bir og'iz otajonimga ham rahmat, shuncha meni qo'llab-quvvatlab, umrlar uzoq bo'lsin. Sog' salomat bo'lsinlar barchaga. Katta rahmat sizga ishtirok uchun. Salomat bo'ling. Sog' bo'lsin. Ko'rdingiz, men qo'ldan kelgancha harakat qildim.